Yangi Xitoy motor. Mana qo'shib ochingchi. 200 li yangi Xitoy motor oldik. Salafanli markasi Esko degan shu magazinchi akam o'zi ham shu yumshoq ishlaydi, yaxshi deb maslahat berdilar. Shuni oldik. Mana hali plombaga. Buni kubaturasi ham arkasi ko'rinadi. Ha, 196 ish qilib 200 lik hozir telefonga ko'rindimi yo'qmi? Xo'sh, mana vasfot ramaga qo'yamiz. Yangi tablo, yangi pultlar, provodkalar, zanjir, karburator, troslar, miyalari, ikkita yangi pokrishka bo'ladi, gulshiter yangi bo'ladi, zanjirlari yangi bo'ladi. Hozir mana bu bir zavod qilishga, tirillatishga narsalar oldik. Hali yana asta-asta qirib, tozalab, kraskalab, sentrovkalarni topib, chotki qilib qilamiz nasib bo'lsa. Polnisda shu do'stlar. Xo'sh, mana bunday kripleniyani qildik. 15 lik, mana har doimgidek stenkasi chotki. Ertaga yechishga ham mana bu shunday yechiladi. Mana bu yerga damasti paletidan skvoznoy qilib qisilgan. Bu shunday yechiladi. Motor mana bilan yechiladi. Motor ketdi oldiga qiynalmay. Bunday oldiga chiqib kelaveradi. Ikkita kripleniya bu yerga, ikkita kripleniya bu yerga oldi. Bak gitta ko'tarildi. Menga tegishli hisobga bakni gitta ko'tardi, iloji yo'q. Rama kesilmadi hech yeri. Tormoz baqqa o'tdi. Menga gitta ularni bo'yi yetmagani uchun. Mana balonlarni qirib, tozalab, kraska sepib, pokrishkalarni kiydirib qo'ydi. Ikkita yangi pachka pokrishka yurmagan. Mana vasfotda arqa mayitnini mana o'zini uxi salin bloki charchaydi-da, luf paydo bo'ladi-da. Biz ham amne Jigulin salin blokini oldikda, mana kesib tashab, chaqlab, amne ambaqa qoqib, mana o'ziniki Jigulinning o'sha salin blokda mana bu anavsi uxi, mana o'zinikidan ancha qalin. Mana teshigida kattartirdi-da, am bu tekon bo'ladi-da, baquvvat bo'lib. Mana amne bo'ladi. O'ziniki zavodskodan ham zo'r bo'ladi, nasib bo'lsa. Mana rama yarqillab turibdi. Kraskalangan.